Baxtınsa? Ayşemxan. Aha. Oy, Sabir, nemiş bo'ldi? Endi sening vicdaningni aqlaydigan payt keldi. Mana, sotqa boramiz. Oy, ishtamigina basam baray. Chapsama. Sotqa berib, hammani aynan deysan. Oy, balam, basam baray. Endi demasam bo'lmas. Sotqa basam qancha pul bersa? Bu pulga dim tushgan qari. To'liq kapşamay, baxtini saqlagan qilmish atmishlaringni sotqa berib to'liq so'zlaysan. Mana. Men berib baxmagan yer tursa, bu yer berib bikar nemish qilaman. Mana. O ayol qanday qilib erini o'ltirayotgan? Ansab o ayolni chiroyli deyishibdi. Chiroyli deb vafo yo'q degan so'da. Shundaqmi ishni qilamiz? O ayolni qattiq jazolash kerak. Tinish. Hozir sud boshlandi. Javobgar sud maydoniga olib kirilsin. Yap-yosh ayol ketgan bo'lgan. Erining deb o'tirganini qilamiz. Yap-yoshlik so'raymiz. Javobgar Baxtiniso Yusuf. İsming to'g'rimi? To'g'ri. O'zgartirilgan isming bormi? Yo'q. Millating nima? Uyg'ur. Qachon tug'ilgan? 1977-yili 10-oyning 13-kuni. Nima tug'ilgan? Bo'rtalada. Madaniyat saviyangchi? To'liq o'ttira. Xizmat o'rning bormi? Yo'q. Yakki tijoratchiman. Turishlik adresing nada? Urumchi shahri, Bo'ston yo'li 72-qora, 6-nomerlik uy. Hozir ayblig'ichi ayblashnomasini o'qiydi. Qani, boshlasangiz bo'ladi. Urumchi shaharlik xalq taftish mahkamasining ayblashnomasi 2001-yil 27-nomerlik Urumchi shaharlik O'ttir xalq sud mahkamasiga 7-oyning 5-kuni tushdan keyin soat 4larda javobgarning burunqi yo'ldoshi Mardan Ahmad, Uyg'ur. O'lguchi javobgarning uyga kelib pul talab qilgan. Javobgar pul berishni rad qilganda ikkisi jidalashib qolgan. Javobgar Mardanning bexastarligidan foydalanib, yerdagi pichoqni elib, Mardanning so'l beqiniga tiqib, naq maydonda o'ltirib atgan. Yuqorqi qilmishlarning fakti aniq, dalil isboti to'liq bo'g'ashqa qasddan odam o'ldirish jinoyati deb bekitishga bo'ladi. Mahkamamizning qarashicha javobgar Baxtiniso Yusuf davlat qonunini ko'zga olmay qasddan qotillik jinoyati shakllantirgan. Shunga javobgarni Jumhur Xalq Jumhuriyati Jinoiy ishlar qonunining 232-moddasidagi belgilamasiga asosan qattiq jazolash kerak. Jumhur Xalq Jumhuriyati Jinoiy ishlar da'vo qonunining 141-moddasidagi belgilamasiga asosan mahkamalarning qonun bo'yicha jazolashinglarga aybladik. So'zim tugadi. Javobgar, ayblashnomani angladingmi? Anladim. Fikring bormi? Yo'q. Javobgar, sen eringni pichoq tiqib o'ltirding, to'g'rimi? To'g'ri. Javobgar, sen tiqqan pichoq mushumi? Javobgarga pichoqni ko'rsatinglar. Javobgar, sen qotillik qilgan naq maydoni mushumi? Hozir oqlovchi so'zni bayon qiladi. Javobgar. Sen qotillik qilgan pichoq kimning? Mardanning. Mening savolim tugadi. Javobgar, sen eringni o'ldirish jarayonini to'liq so'zla.
sarguzashtlarim. Qon yoshli qismat. Oynab tang cho'ng bo'lgan sumbul chashliq bir qizga kuydi. Bil oynab tang cho'ng bo'lgan sumbul chashliq bir qizga kuydi. Huma ko'zlik shirin so'zlik ishchan chiver shu yarni suydi. Huma ko'zlik shirin so'zlik Cançiver şu yarni suydi. Yayrım sen, canım sen, mengü suygen nigarım sen. Yayrım sen, canım sen, işki otunda köygen yarın ben. Şatmak şini billahi tayli Kelli garim billahi işleyli Şatmak şini billahi tayli Süygimizge vafadar bulup Mengü ayrılmay billahi tayli Yayrım sen, canım sen Mengü süygen nigarım sen Yayrım sen, canım sen İşki otunda kuygen yarın ben Yayrım sen, canım sen İşki otunda kuygen yarın ben Baxtınızsa. Oduqman baxtınızsa. Meni qo'yib eting. Yo'q, qo'yib etmayman. Nimishqa? Siz menga javob bermagich qo'yib etmayman. Qandaq javob? Meni yaxshi ko'ramsiz. Rost gapingizni qiling. Qo'yib etsangiz deyman. Yo'q. Yuragingizdagi so'zingizni demasangiz, hargiz qo'yib etmayman. Qachongacha ketirib turasiz? Mangu. Meni azobga qo'ymay. Desangiz-chi. Voy, odamlar kelyotdi. Meni qo'yib eting. Voy, to'xta. Putingizni ko'rib boqay. Hech qisi yo'q. Putingiz qayrilib ketibdi. Men sizni olib qo'yay. Avaylang. Avaylang, ha.
Nemishqa o'zingizni qochirsiz? Siz bek eski ekansiz. Meni eski qilgan o'zingiz. Qandaqlarcha? Chunki siz meni kuydirib oldingiz. Lekin suydirmadingiz. Voy, qilin. Siz mening qilin bo'lishimga sababchi bo'lyapsiz. Bu nima deganingiz? Chunki sizning chiroyli ko'zlaringiz meni mahliya qilib oldi. Baxtingiz. Ha? Siz faqatla men ko'nglingizni bermayapsiz. Degan gapini. Ondaq deməm. Nəliga kep qaldıq. Adamlar görüb qaladı. Ko'z ko'rmamdi. Yo'q. Bo'lmasa men chiqib ketaman. Ha, bo'ldi. Maylamsa, men tushay. Baxtingiz. Agar siz sal yaxshi bo'lganingizda daryo bo'yida uchrashaylik. Bo'lamdi? Bo'ladi. Dada? Ha, mana qizim. Assalomu alaykum muallim. Va alaykum assalom. Qizim, o'g'loqchidek otqa minibsan-ku, ha? Qizingiz o'g'loqchadan qilishmaydi, dada. Ha. Kel, avaylang. Voyjon. Uy, nim bo'lding qizim, ha? O'madan qaytib kelib etib, putimni qayrib oldim. Muallim, men qaytay. Ha, sana ko'p rahmat. Avvar o'psan, ha? Arzimaydi. Bak og'riyotamdi qizim, ha? Ostama. Bak og'riyotamdi qizim, ha? Ha. Ostama, ha? Hey, qizim. Cho'p cho'ngli bo'lib qolding. Yo'l yurganda diqqat qilsang bo'lmasmidi, ha? Bexastalik qilibman, dada. Asta. O'tir. Asta. Manda qilaman ko'rpa qo'y. Voyjon, voy. Og'riyotamda? Putung ishib ketibdi. Hech qisi yo'q qizim. Shakarab qilib, tengib qo'yay. Saqib ketadi, ha? Dada? Ha, qizim? Bo'ldi, avar bo'lmang, o'zim tengib olaman. Yo'q, men tengib qo'yman. Mana. Nada qayrib olding qizim? Etizlikning bo'yidagi o'stangdan o'tib etib. Oy. Bexasalik qilsan-da. Oy. Sendan boshqa hech narsam yo'q qizim. Ansiraydi ekanman. Cho'ngib qolding. Diqqat qilgin. Bo'lamda. Ma'qul, dada. Voyjon. Qizim. Uzundan beri maktabga borahmadim. Ata maktabga berib kelaymikin. Balalarni qo'ymiz yig'indim. Salomatligingiz yaxshi bo'lmagandan keyin bormisingiz bo'larmikin? Salomatligim xeli yaxshi bo'lib qoldi. Elimi xelidan beri dars o'tamadim. Uzundan beri sana deb kelyapman. Mening birdan bir ümidim mening o'rnimda o'qituvchi bo'lsang bo'ladi. Bo'ldilar, dada. Bu gaplarni tagavermang. Siz bir umr o'qituvchilik qilib nimaga erishaladingiz? Hech nimaga erishamadingiz-ku. Faqat riyozat chekkaningiz qoldi shu. Ya bir chapiningiz ishga bo'lmadi. Boshqalar hashamatli qo'rolarda o'ltirib olsa, biz mush eski qo'roni yengilyanmadik. Bergan mashining tayin yo'q. Hatto bir qancha oydan beri maash olmay o'qityapsiz-ku.
Bundaq o'qituvchilik qilganning nima foydasi? Bo'ldi, bas. Dada, O'qituvchi bo'lmasang bo'lma. Lekin o'qituvchiga til tekkizma. mening sizga ishchim og'riydi. Meni kechiring, dada. Men faqat sizning salomatligingizni ansirab shundoq dedim. Agar sizman opam bo'lgan bo'lsa, sizni yaxshi kutgan bo'ladi. Lekin men Qizim, bo'ldi, yig'lama. Ko'ngling yerini qilma. Bo'ldi. Qizim, men etizlikqa suv boshlab kelay. Bo'ldi, yig'lamagin, ha? Aras qizim. Men kaygichilik tamoq etib qo'ygan. Qo'lamda. Assalomu alaykum, Oyshan xola. Va alaykum assalom, Yusuf axon. Bir yerga mangan o'xshamamla. O'xshitib, langmanab ketdi. Rahmat. Men etizlikqa suv boshlab kelay. Qizim Yusuf. Ma'qul. Xo'shamsa. Xo'sh. Oy qizim, nim bo'lgansa, putungni tiyapsan-ku. Ha? Ochiq-chuchuk langmanab ketdim. Issig'idi yevag'ini. Putungni tiyapsan-ku. Nim bo'ldi qizim? Qayrilib ketdi. Oy, jinim qizim, o'ngshilib ketdi, yig'lama. Akşam mamudun mu? Baksa. Endi oldu şamsa. Assalomu alaykum savodashlar. Qarvay, obdan turib Kela. Adaş, 3-4 yıldan beri ne kettin? Yo'qolib ketding-ku. Yemishlab qo'yapti. Maktabda qadash 3-4 yildan beri Shanxay, Guangzhou, Shinjillarda tijorat bilan aldirashib ketdim-da. Nima tijoratlarni qilding? Nim tijorat qilatdiq? Tijoratning turi ko'p, og'illar. Har qanday tijoratni qildik-da. Chekib qo'yamizlar. Rahmat. Tijorat bilan bamiga yalam oz qoldi. Hey. Bak. Bu qaysi ma'lning tomochiqi? Tomochiq emas, mahallimizning bir talla guli. Guli? Kimning qizi bu? Yusuf muallimning. Yusuf muallimning? Bu qiz ayni vaqtida sat qora qumchoq qizdi. Mana endi haqiqatan ko'zning yig'inigidek qiz o'tdi, ha? Hey, ag'ila, mahallaning bu gulini qandoq bir baxtli yigit o'zi bo'larkan, ha? Assalomu alaykum Baxtinisa. Va alaykum assalom. Xeyli yaxshi qoldingizmi? Rahmat, xeyli yaxshi qoldim. Akilab, mayardamiz. Avayla. Akilab, men ko'taray. Bo'ldi, o'zim ko'taray. Avayla. Baxtinisa. Ha? Yusuf muallimning ahvoli qanday? Dadam xeyli yaxshi qoldi. Ko'rinmayli ketdingizmi? Men shu etizeriq mol varalashdan qo'l uzamadim. Asli bu sizni burunli yo'qlab olmoqchi edim.
Men xeyli yaxshib qoldim. Sizni ko'p avval qildim. Undaq dema. Biz yot emas-ku. Sizga gapim bor edi. Padichi kim u? Sabir. Sabir? Qaysi Sabir? Biz o'qiyotgan chaqlarda seni adatlab turgan Sabir esingda? Bizni aloqa aktiv sinf boshlig'imiz. Sabir boshliq degina. Kechqurun daryo bo'yiga chiqa olamsiz. Dadamning salomatligi ancha yaxshi emas. Balkim chiqamasmanmikin. Meni noumid qo'yma. Agar chiqmasangiz, uyingizga izlab borman. Unda qilsangiz sat bo'ladi. Aras. Dadangiz bilan maslahatlashadigan ish bor edi. Shuni bahona qilib, basamg'u bo'la. Basangiz bering. Amisi bara. Ala, isqartatadi. Ha? Av ajnabi kim bo'g'idi? Voytan, men bilmadim. Amisa, men mang'ashtiray. Ko'rishkicha aman bo'ling. Ma'qul, xo'shamsa. Bu sinf boshlig'i o'qiyotganda aktiv nimiti? Shuningga ish qilmay, padichilik qilyapti-da bechora. Assalomu alaykum savodoshlar. Yaxshi turdinglarmi? Qanday ahvolinglar? Yaxshimi? Obdan turdingmi? Yaxshimisiz? Yaxshimi? Yaxshimi? Meni tonimayaptamsan qandaq, ha? Voy, mardonqu sen, ha? Men taqa qaysi ajnabiy ekan debdiman. Kichik vaqtda mahallaning qo'ylarini boqqanliging uchun seni padichi edi aytdik. Elimi padichiligini qilyapsan-da, ha? Buni og'zini. Undaqmi deb ketma. Hozir Sabir odatki padichilardan emas, yaqindan beri baxmichilik bilan shug'ullanib, beyib ketdi. Siningdek ajnabilardan 3-4 ni setib olg'ichligi bor. O'nchi valami ashuratmanglar. Yanala bu bayvatchiga yetmaymiz, ha? Shahar ko'ygan ishdan qo'q degan gap emasmi? Ey sinf boshlig'i, sening tiling yanala ochiq ekan, ha? Baxtini sakilyapti. Hay. Kimning ko'zi tekkanda bu janonga? Balkim sening ko'zing tekkanda. Agar mening ko'zim tekkan bo'lsa, yiqilib tushgan bo'lardi. Yomondan ko'zini saqlag'aysan, Xudoyim. Ko'zimni chaqib qo'ysamamda. Bardan, o'lendingmi? Yo'q-da. Baxt peshonamga putilgini mushu yezimizdan chiqib qolganday qilib turdi. Balkim mushu sahrodan o'linib qolaman, ha? Mardon. Necha vaqtdan beri shamsha yurib, biror satangni tepib olmabsan-da? Shaharning qizlari chiroyli qo'g'ini bilan xuddi suniyguliga o'xshaydi. Ularda puroq degan nima yo'q. Sahroning qizlari ko'rimsiz bo'g'ini bilan ular sopan puroqliq. Qandoq dedim, og'illa? To'g'ri deding. Ammo sahroning gulining tikini majmu. Qorong'ulikni yo'ritgan maktab, nadonlikdan qazgan maktab, bilim berdiz kabi Habidullah'a, ardımı azizdir bizning bu maktab. Bilim berdiz kabi Habidullah'a, ardımı azizdir bizning bu maktab. Alın buluş istiği için, biz koymayız.
Assalomu alaykum, Ayshem xocha. Voy voy. Merdanmı balam? Ha, tanıyamay qaldımı nima? Tanımay qağılı. Tas qaptı mən balam. Kiçik vaqtında işek tətir minib, şoqluq jüretdin. Mana əmdi, hapıla şapıla, işek orunda maşında olturup, çoğun bayvetçilerdek bop gitipsen əməsmi o balam? Tova, qıldın. Hey ras. İsim kursun, oppan qanda qaraq cinim balam, oppan yaxşıdı. Yaxşıdır atıda. Hey, sizler şəhərə köçüp ketkendiň kin bizni taşlap levetdinlar. Birak etdim, yoxlapmı qoymadınlar cinim balam. Yezdim, bək serkipkensizlermi deymen? Yaqay, Ayshem xon apa. Yanala to'g'ilga yachiraylik. Bu ya shahardek bo'lmog'ini bilan. Yanala tug'ilib o'sganning mehri siq bo'ladi ekan, jon apa. Belli, cinim balam, oğul valdek gap qilding. Vay. Her ras, öylendin mi? Yo'q. Nimişqa balam? Senze talliq baqqa kirib qapsan-da? Shaharning qizlari haqiqatan chiroyli. Lekin peshonamga putilgini mushadan chiqib qoldiganda qiladi. Chunki eg'iz demang, ko'ngilni ber degandek bir gulga ko'zim tushib qoldi. Shunga Gap asli mondaq ekan-da. Bizning sahrada bir to'muchiqqa ko'zing tushib qolgan o'xshamamdi, ha? Shundaqroq. Yusuf malimning qiziga ko'zim tushgan edi. Uning ustiga sizlar tuqqan kelisizlar emasmi? Shunga men sizni izlab turgandim. Ko'zing haqiqatan yomon-ku balam. O qiz bizning sahraning bir guli. Lekinza u bahli tarsa yovayroq qiz. Qandaq bo'ladi? Bu tarafidan xotirjam bo'lsizlar. Har qandaq yovayini mana men ko'ndira olayman. Lekin bu ish kelganda sening yordamlariga muhtojman. Bo'ladi. Amsi men uning bilan so'zlashib baqay. Bo'lamda. Ma'qul. Ma'bu. Kapana qilri. Ep qo'ysizlar. Voy, rahmat falan, rahmat. Voy, rahmat. Ha? Voy. Bunu men qo'ysizlar. Voy, rahmat. Senin balam rahmat. Allah rahmat. Pullu bo'lsa jangalda sho'rpi debdikan. Men bugun berib bir amal qilib, uni indakka keltirib balam. Xotirjam bo'lgin. Amsi yaxshi. Xotirjam bo'l balam. Ayshem xonana, sizlar bundan xotirjam bo'lsizlar. Agar u gulni menga uzib beradiganlar bo'lsalar, pul degan sizlardan aylansin. Voy, jinim balam. O'g'il valdek gap qilding ha. Boyvachchi degan, yanılı boyvachchida, hey balam, sen xotirjam bo'l. Uni men qo'yib be, o'zim indakka keltirma. Xotirjam bo'l. Men qo'yib besali bo'ladi. Rahmat Ayshem xocha, rahmat. Hey, nega mangandinglar? Bozorga mangan balam. Bozorga. Voy, nalla olib qo'yay. Mashinaga chiqinglar. Ma'qul. Rahmat balam. Kelinglar. Chiqinglar. Astaraqa Ayshem xocha. Rahmat. Chiqaversin. Assalomu alaykum muallim. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Qanday ahvolingiz? Qani, o'lta. Ma'qul. Salomatligingiz yaxshi bo'lib qoldimi? Xudoga shukr, xayr yaxshi bo'lib qoldim. Bu yoqqa kelib qolsan-ku. Muallim. Men sizning maslahatingizga muhtoj bo'lib kelib edim. Xo'sh, qanday maslahat? Men mol boqmichilik qilay deb edim. Shunga sizda boqmichilik haqida bir kitob bormikin, shuni so'rab kelib edim. Kitob bota qilib edi.
Men bir qarab baqay. Ma'qul. Rahmat. Oy, xush kepsiz mehmon. Oy. Yaxshimisiz? Men dadingizni izlab kelib edim. Mondaqdan, men texi meni izlab keldim ekan debdiman. Ham siznimi? Kechda Shamolbog'da savodashlar kechiligiga sizni taklif qilib keldim. Ma'qul. Men baray. Amsa shu yerda uchrashaylik, ha? Dada, Ustoz. Ta'lim baka. Bir qancha kitob chiqib qoldi. Lekin bu xeli burun yozilgan. Ko'rib baqqin, foydalansang bo'ladi. Rahmat ustoz. Rahmat. Manqara, sana bir maslahatim bor. Hozir mayli chorvachilikda bo'lsin yoki dehqonchilikda bo'lsin, ilm fan bilan shug'ullanmasa bo'lmaydi. Shunga men sening o'qishingni tashabbus qilardim. Meningmi shundoq o'yim bor. Ota-onam bilan maslahatlashib baqay. Imkon qadar o'qishga berishga tirishaman. Maslahatingizga rahmat. Obda o'ylabsan. Men seni qo'llayman. Ma'qul amsa. Men qaytay. Ma'qul. Xo'sh muallim. Xo'sh amsa. To'xtab tur. Mening mundaq bir o'yim bor edi. Yezimizning taraqqiyoti uchun imkon qadar o'qishga bag'i. Sen oldi bilan uydagilar bilan maslahatlashib bir qarorga kelgandan keyin ondan mangada. Chorvachilik maktabida mening bir o'quvchim bor. Sana yordam qiladi. Bilim oshirib qaytib kelgandan keyin yezimizda chorvachilik kursini ochsang, yezimizning chorvachiligi taraqqiy qilmamdi. Qanday dedim? To'g'ri dedingiz. Men sizning deginingizda qilay. Xo'sh amsa muallim. Amon bo'ling. Ma'qul amsa. Xo'sh muallim. Xo'sh. Sabir, haqiqatan tirishchan, yaxshi yigitga. Balkim. Qog'jirab ketgan yerga suv kerak bo'lgandek, savotsiz, nodon millat uchun ma'rif kerak. Savodsizlikni tugatgandilar, u millatning qog'jirgan qalbi ilm bo'stoniga aylanib ravoj topadi. Vatanni suyish shuar orqali emas, har bir ota-ona farzandlarini o'qitib, yaramliq odam qilib tarbiyalash orqali amalga oshadi. Biz savodsizlik tufayli boshqa millatlarning xelili keyindi qilyapmiz. Bu millatimiz uchun ornumuz. O'z vaqtida Mamtili apandi o'qidi, ochdi boshqalar ay qadrdonlar, ko'gashga ularning ijtihodini qaynar vijdonlar. Havoda lochindak javlon qilar boshqa millatlar, qoldik biz ulardan bakmi oqida ummatlar deb bakmi to'g'ri degan ekan. Yusufxon. Voy. Kesla hamma. Assalomu alaykum Yusufxon. Va alaykum assalom Oyshamxonada. Bu yoq kesla. Amin. Allahu akbar. Teşmo Oyshamxonada. Obdan turib salomatliklari xeyli yaxshi bo'lib qolgandi. Xudoga shukr. Xeyli obdan turib o'taman. Endi koni keslan pat-pat qo'zilib turdi. Yusufxon, hamma kasalning beshi g'am deysizlar. Mana Zo'rxon rahmatlik bemahal ketib qilib, sizlarga bir dard bo'ldi. Buni aldab o'zlari kasal bo'lib qoldilar. Uning ustiga baxtinsa cho'ngib qoldi. Bu mo g'am deysizlar. To'g'ri. Balachoq cho'ng bo'lgandan keyin uning g'amini qilmasa, texi bo'lmagan. Mushundaq ishkan.
Kızım, bir koy. Ayşamxonada mazaga baxsizlar. Biz urug' tuqqan haq bo'lgandikin bir ishlar olsa maslahat bilan qilishamiz, ha? Hamma çay içsizlar. Kızım, endi tamoq tutish qilgan, ha? Ma'qul dada. Akila. Hammangmi sening tamoqingni sig'inib qolganda, qandoq dedim Ayşamxonada? Qo'lingdan bir langmayayli, toza o'xshitib bir atkina. Ma'qul. Yusuf axun. Ha. Qizlari Bahrinsa to'g'riliq sizning o'ylagan yerlari bormi? Bo'lmamdigan Ayşamxonada. Qiz cho'ng bo'lgandan keyin o'ylamay bo'lmaydi. Endi kammida emas. Bir qanchadan qizimga elchilarmi keldi. Lekin qizimni royi qarab, ularni qaytarib etdim. Undaq deb balaning royi qargan bilan, balaning yeshi cho'ngib ketdi emasmi? O'g'o shundaq. Sizning bir maslahatlar bormi? Endi mening demoqchi bo'lganim, burun qizlar harbiyga tegishdi. Ondan keyin shopirga tegadigan bo'ldi, ishchiga tegadigan bo'ldi. Ondan sip-sap deb kambag'al tuvan o'tir dehqonlarning bolalariga tegadigan bo'ldi. Keyin kadrga tegadigan bo'ldi. Mana endi bugungi kunga kelganda qarsılar hammani tashlab, kimning puli jiq bo'lsa, kim boy bo'lsa, shuningga tegadigan bo'ldi. To'g'ri, o'g'ras. Heliqi Tursun cho'qir bog'u. Shuning qizi yuqorqi mahalladagi Ahmad tijoratchi degan qiyriq tegib oldi deysizlar. To'g'ri, xabarim bor. Nim bo'lib ketdi bu jahon Ayşamxonada? Voy, gap qilmaslar. Hay, bu jahonning ishlari. Hey, ballarning insoni bagay. Yusuf axun. Ha? Men obdan bir yerdan kelishgan bir yigitdan elchi bo'lib keldim. O kim bo'ldi? Heliqi Baharxon asrdi baniki. Heliqi o'z vaqtida rahmatlik tugab ketgandan keyin sizlar menga elchilik kelgan heliqi Bahar Satangning o'g'li bo'lmasin yana? Ha, belli. Qiz yodiladi bor ekan. Aşı Baharxonning o'g'li Mardan. Aşı Mardonga elchi bo'lib keldi qatla. Mardon. Heliqi Mardon. O bek obdan bola o'pdi. Voy, uning pulining jiqlig'i, voy, bek boyib ketibdi emasmi? Bek boyib ketibdi. Baxtini sani shuningga bergan bo'lsak, toza baxti ichilatdi deysizlar. Kadr-madirga to'y qilgan bilan ertavesh kundikin bola chaqliq bo'lganda heliqi oylig'ini yetkazamay, jidallashib, ajrashib ketadi deysizlar. Shundoq emasmi? Bergan maslahatlarga ko'p rahmat. Qizim bir aqlli qiz bo'ldi. Men davomli qizimning royiga boqaman. Qo'yslar Yusuf axun. Qiz bola cho'ngilib bir ish chiqarib qo'ysa, bu mahalda bosh ko'tarib yurishdi. Ammo mening turmush ishimga to'lib yedikchilik qilmasalar, o'zimning ishni o'zim bilalayman. Menga salach kerak emas. Qizimning mujazi chusroq. Ko'ngillarga olmaslar. Hech qisi yo'q. Nodon emasmi? Ma'qul emsiman mangay. O'ylashib baqalar. Tamoq tayyorib qoldi. Tamoq yeb ketsamdi. Rahmat dada. Bırak kızı bırak ya. Şey. Dünyada emedin ayrılış yaman. Ayrılış yaman. Kesem mi O seni toyga bormadimi? Shunda, o kuni men to'yga boramay qoldim. Apam bilan dadamga yordamlashaman deb.
Kechiringlar. Agar borgan bo'lsam, pek yaxshi bo'ladi. U kuni to'ynimi qiziq deydi bu, ha? Shundoq. Nag'inimiz makam qapsa. Mayli. Turay. Sizmi oynang. Esonda bo'lsa, Sabir. Mushu shapilingni hamon bir kuni o'zingga qaytarib beraman. Uqdingmi? Men avarchilik keltirdim, kechiring. Hech qisi yo'q. Uni adablab qo'ymasam bo'lmadi. U nimanda qaydadan oshidikina? Dadingiz yaxshi maslahat berdi. Men Urumchiga berib o'qish niyatiga keldim. Sizni qo'llayman. Buningdan keyin yesi egiligi, ilm fanga texmi muhtoj bo'ladi. Sabrsiz beram. Men sizni qo'llayman. Sevgilim. Biroq men sizni pek sevib ketaman. Sizchi sevmasizmi? Unchalik o'zim o'qimassiz. Baxtingiz. Qisqa kurs bo'lsa-mu, bir qancha oygacha ko'rishamaymiz-da. O'qishim tugab qaytib kelib, uyingizga elchi avasam qo'shilamsiz. Undaqdi men. O'qiyamaydi ekanman-da. Yo'q. Undaq demoqchi emasman. To'y qilib bo'lgandan keyin siz o'qish qilmasangiz, siz qaytib kelguncha men bolalar qarab turman emasmi? Qiyin. Amsa qo'shildingiz-a?
Men qaytib kelgicha boshqa birsiga tegib olmang yana. Hazır sizler için en mühimi ögünüş, okuş devri. Çendinler mi? Çendim. Mana bunu sözlerini yazıydınlar. Sizler için ögünüş intayın mühim, doğru mu? Doğru. Tırışıp okugandılar, devletke yaramlık adam bolalaysızlar. Kelgüsüde istiqbalınlar parlaq buludu. Doğru mu? Doğru. Emdi Lutfullah Mutallib'nin bu mening yaş hunchi gülüm echilatdi degan she'rini üllik o'qinglar. Doimo tirishib tursam, bu mening yosh g'uncha gulim ichilatdi. Har qadamda ko'na turmush bilan ilishib tursam, bu mening yosh g'uncha gulim ichilatdi. Jahonlar yer yuzidan tamam yo'qolsa, mazlum Allah yana Sen davomli o'qi. yo'l olsa, tarixiy man saodatga qadam qo'ysa, bu mening yosh g'uncha gulim ichilatdi. Kurashda doimo turishib tursam, bu mening yosh g'uncha gulim ichilatdi. Har qadamda ko'na turmush bilan ilishib tursa, bu mening yosh g'uncha gulim ichilatdi. Kim o? Ben. Darvozachim. Siz? Ha. Baxtınızsa, yaxshimisiz? Uyda dadam yo'qdi. Men sizni bir ishlar izlab kelib edim. Deydigan gapim bor. Gapingizni anglamadim. Undaq gapman. Baxtınızsa, men boshqa qizlarga sizni yaxshi ko'raman deb baxmagan. Bu so'zni faqat sizga izlayapman. Men sizni rostli yaxshi ko'raman baxtınızsa. Baxtınızsa, men sizni mushu namoratchilikdan qutqizaymikin deyapman. Siz meni kambag'al o'qituvchining qizi deb pulingizni ko'z-ko'z qilyapsiz. Yo'q. Men sizga deb qo'yay. Men pulga dum tushadigan qizlaringizga hargiz o'xshamayman. Baxtun soda. Dodingiz maktabda hushidan ketdi. Baxtınızsa! Ben seni yaşa düşmegenini ben üzülüm. Kongurak. Kızım. Olanlardır. Sana maraz kaldırmak işinden yok. Sana fakat bu şu konguraklık kaldı. Bu konguraklık çağın kızım. Mengü çağın.
Dada, meni vaqtsiz tashlab ketdingiz. Endi men qanday qilaman? Ne anam, ne dadam yo'qdi ekanda yetim qoldim. Endi men qanday qilaman? Yığlama kızım. Sabır kılın kızım. Sabır kıl. Yığla vermegin. Yığlığan bilen dadan kırılıp gelmeydi o bala. Dadanın yatkan yeri cennetli boğaya. Oldu yığlama canım bala. Bu cihanda dikendekli yalğız kaldım o. Ya ondan deme balam, ben bak. Sabır kılın bala. Dadam ölüp geçti burun, kızım sana kaldı. Kızımı öy uçaklık kılamadı. Digendi. Ama ben dik toy kılışını oylap bakmadım. Ölmeknin akıdı, ölmek yok balam. Dadağının mu kırkını berip bolduk. Endi özağının gemini kıl balam. Şundak kıl, özağının gemini kıl canım balam. Bir kancı yılgıca okuymayayım deymen. Dadam rahmetlinin emmedini şu idi. Barikallah balam, barikallah. Ahlinge barikallah. Bırak, kız bala degen hamene turmuş kurmay, bolmaydı emes mi balam? Hiliki Merdan Baxtinisanın maqulligini ep berdigan bolsang, men Baxtinisani necha yil bo'lsa shuncha yil saqlayman degansiz balam. O to'l og'zini tatli qilib yurayvermisin. Uning menga erishiman deyish uxlab tushi. Ama eğer mening g'imimni yesangiz, ikkinchi uning gapini qilmang. Men faqat sabr bilan to'y qilaman. Sabr bilan? Şunun ola to'y qilamsan? Hey qizim. Baxtingni o'yla jinim qizim. Endi sabrimigo obdan bala, bek obdan bala. Biroq uning Merdandek puli olmasa, u bek kambag'al tursa. Ama bir ayılda muhabbet bo'lmasa, o baylıqның neme keregi bolsun. Zahir ismi bir kun ötüdüğü. Muhabbet deyişizken, o muhabbetini taktı bir şey tızıp koyğul bulamdı. Hazırki yaşlarda nerede mi muhabbet bolsun, muhabbet degen pul. Neme dediniz? Ay yak balam, mening demekçi boğunum. Ay yak, men emdi kipey. Doktorga barmakçıdım, oy can. Oy putum, oy. Oy belim, oy. Suyimligim Baxtinisa. Xetingizni topshirib elib, dadangizning vafatini uqib bak qayg'urdim. Siz bir yaxshi dadadan, biz bir ulug' ustozdan ayrilib qoldik. Yatgan yeri jannatda bo'lg'ay. Bu inson hayotining qonuniyati. Buningga shukr qilmay ilojimiz yo'q. O'zingizni asirg'aysiz. O'qishim oyoqlashay deb qoldi. Sizni pek sevgandim. Ben daim güzel yezimizni bulupmu ikimiz şirin tuyg'ularga cho'mib birga yurgan o'sha o'stan bo'ylarini seg'inib eslayman.
Qadrligim Sabir. Xetingizni topshirib oldim. O'qishingizning oz qolganligini o'qib, nihoyatda xursand bo'ldim. Men siz degandek g'am qayg'ularimni o'zdan bo'yiga kelib, siz bilan birga o'tgan o'sha baxtli chog'larimizni eslashdan o'tkazyapman. Bo'libmi? Sizning chunqur hissiyotli so'zlaringiz qulog'imdan zodili ketmaydi. Men sizni bek sevdim. Suyimligim baxtinisa. Men a'lo natija bilan kursni tugatdim. Erta diplomimni qo'limga ilishim bilanla yo'lga chiqaman. Sizni va yezamni bek sevdim. Bo'libmi? Men sizning yaqinlik kulkingizni, muhabbatli beqishingizni bekmi sevdim. Agar qanotim bo'lgan bo'lsa, uchib berib sizni bag'rimga bosgan bo'lardim. Biz yana doim uchirishadigan daryo bo'yida uchirishaylik. O'g'illikka atdigan men sizni ayoq, siz meni shu yerda kuting. Mashindan tushibla yeningizga borman. Qadrligim Sabir. Mening bu hasratli kunlarim kundalik xotira yozish va baxtli kunlarni eslash bilan o'tdi. Telegrammadan sizning yo'lga chiqqanligingizni o'qib, ko'zimdan uyqu qochdi. Ayşem xonada. To'xta. Bo'libmi, atdeganda yetib keldi o'zingizni o'ylasam. Hozirla daryo bo'yiga berib bir kech shu yerda saqlag'im bor. Buni ona chayqarlashtirasizlar. Bu nima? Bu degan uyqu to'risi. Ha? Unda qisa. Ay, sizlar aralashtirasizlar, aralashtirasizlar. Qarash. Mana men emasmi? Ay bolam, u bitjarning vaqtini vayron qilib bo'lmas. Unda qisa. Uni men uloqlik qilamiz, qilmaymiz. Yo'q. Hozircha. Sizlar kiymas. Ben bir şey saklayayım anne. Atdeganda daryo bo'yida sizni saqlayman. Men uchun xushalnorlik kun. Endi biz menga ayrilmaymiz. Oy putum, oy belim. Oy. Talada chaqmoq chiqib, havo guldirlayotdi. Yomg'ir yog'adigan o'xshaydi, bolam. Hamma çay içtiler. Bolam, bugün həcəb navat çay içkim kep qaldı. Öydə navat barmı? Var, mən çıkay. Rahmet balam, rahmet. Özüm çay içe balam. Nava sep koyayım balam. Ha? Nava sep içe. Rahmet, mışında kısız. Sabır'a xat yazvatamsa balam. Sabır'dan xat geldi mi? Geldi. O hammanlarga salam aytibdi. Onun o'qishi qachon tugaydi ekan? O'qish tugabdi. Aqli qaytib keladi ekan. Çayını issiqda ichib ol balam. İçe balam, iç. Hajat chaqmoq chiqib ketyapti-da. Qattiq
yağmur yağdığan oxşamamdı. Ha? Ay, acep beşim kayıp gidiyordu da. Havanın təsiridir haqiqatan balam. Birdem yetib aramasan yaxşı qalasan. Qani, xetini qoyub birdem yatsın. Ha? Ben sana orta rastlab berem. Tura, berib birdem yetib aramasın. Qılsan yaxşı qalasan. Yatsan. Bəxtinizə? 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 O. Başım hocam. Qanda qaldı? Xudud qo'ymay uxlab qoldi bolam. Siz versen. Körüm sıkıntı. Bugün seni şöylüm düşürgen. Bu işpas namussuz. Sen benim namusumga tegdin. Ne oldu? Meni muşunda qilish majburlagan o'zing. Bular ish bo'ldi, endi voysan ama. Boshtil joyli qilmagan bo'lsang, izzat obro'ying, iffat nomusing bilan olgan bo'lardim. Mening namusumga majbur etib meni bir umr baxtsiz qilding. Ay ha, canım, bo'ldi qil. Men seni baribir Urumchiga aytibman emasmi? Namussuz ablah. Sen mening tenimga erishganing bilan qalbimga erishamaysan. Namussuz. Voy namusni bilmaydigan qiyri dallol. Sen mening hammam turib, nechta mening baxtimni nobud qilasan? Sen yotlarni qilmaydigan taslik ishimni qilding ku, Xudo. Gap qila. Men darqor yetimni mo'shadaqmi boza qilamsan gap qila. Endi men qandaq bosh ko'tarib yura olayman? Voy balam, senin balam, limonchimi chechilman sen? Men sening baxtini o'ylab xudo qilibman balam. Meni kelin. Sen pulni deb imoningdanmi ayrilding? Gap qila, endi men qandaq qilaman? Xudo. Balamızdan o bizni şərməndə qıldığan oxşamamdı. Ya, xatircəm bolsa Aşım Hoca, o bizni qat'iy şərməndə qılamaydı. Bəlkim o özünün şərməndə bolışından qorxdu. Bu çıvay neməklə. Oy bala, toxta.
Oy Merdan, o özünü bir kıvamısın yana. Yo'q, xotirjam bo'lsanmi? U hech nima bo'lmaydi. Ochiq yanğan qaytib keladi. Chekilgan taqsa aksiga kelmaydi. U hamini qaytib keladi. Baxtinizsa. Qadrligim, sizni saqlatib qo'ymay deb uyga kirmay udil keldim. Meni tutmang, Sabir. Baxtinizsa. Baxtinizsa. Zodi nima ish bo'ldi? Menga yaqin kelmang, meni tutmang deyman. Baxtinizsa, zodi nima ish bo'ldi? Menga desangiz-chi. Suyimligim. Menga chaqchaq qilmayotgansiz. Sabir. Buningdan keyin meni izlamang. Nima? Munosabatimiz mushagicha bo'lsin. Baxtinizsa. Men hech nimani tushunamadim. Mendan zodi nima savallik o'tdi? Meni tutmang dedim-ku. Suyimligim. Gap qiling. Gap qilsangiz-chi. Gap qiling, suyimligim. Sabir. Astagfirullah. Meni beoram qilmasdan chapsam desangiz-chi. Baxtinizsa. Meni qo'ying. Zodi nima ish bo'ldi? Buningdan keyin meni izlamang dedim-ku, Sabir. Ilm o sababini aniq demamsiz vaqtinizsa. Men endi siz
Sizni yaxshi ko'ramayman. Buningdan keyin meni izlamang. Jinniga. Yo'q, bu gaplaringizga men ishonmayman. Bizning mush yerda deyishgan va'dimiz qani? Yezishgan xatlarimiz qani? Yo'q. Siz meni yaxshi ko'rsiz. Siz mendan bir ishni yoshiryapsiz. Shundaqmi? Siz meni rostdan yaxshi ko'rmamsiz. Yo'q, yaxshi ko'rmayman. Sizni yaxshi ko'rmayman. Yo'q. Yo'q. Siz yolg'on deyapsiz. Meni aldayapsiz. Og'zingizni undaq degan bilan ko'zlaringiz bir ishni yoshiryapti, shundaqmi? Yo'q. Sabr, men sizni rostdan yaxshi ko'rmayman. Men Mardon bilan to'y qilaman. Nima? Mardon bilan? Siz Saadət, nima bo'ldingiz? Ko'zingizga ilmaydigan shu Mardon degan lo'chat bilan to'y qilmoqchimi? Yo'q, men ishonmayman. Baxtingiz, bu mumkin emas. Siz uni yaxshi ko'rmaysiz. Shundaqmi? Yo'q. Baxtingiz. Bo'ldi, ortiq gap so'rama. Meni kechiring. Baxtingiz. Meni kechiring. Baxtingiz. To'xtab turing, baxtingiz. Ben ketdim. Elvida baba. Baxtingiz. To'xtang. Siz oldinyotsizsiz. Bir eg'iz gapimni anglang. To'xtang, baxtingiz. Başını topla!
Uzunçek! Baxtınıza! Şükürəm baxtınıza! Siz aldığını vatsın! Siz gideydiğen gitmem var baxtınıza! Şükürəm baxtınıza! Benim siz gideydiğen gitmem var! Şükürəm! Özünüzü aldıma! Hep kılım baxtınıza! Siz gideydiğen gitmem var! Şükürəm! Maşinini toxtat, Merdan! Düz çek! Maşinini toxtat! Baxtınıza! Gideydiğen gitmem var! Baxtınıza! Endi ağaç bakkaş olturayım. Rastavatman. Ötkenki toyunun haşamatligiga hech qandaq gap to'g'ri kelmaydi. 600 odamlik jo'zi rastlabdikan, shumi yetishmay yana 10 jo'z qo'shdi emasmi? Rast. Asaslık mehmonlari sodigar bo'lg'ashqa 500 koydin 1000 koydin qo'shdi. Shundaqmi? Yey, heyli qitiqsiq kadrlardan 80 kep qaptikan. 50 koydun 100 koydun bergidangmi? Tizimliğam. Ajab köpeylik qıptı. Şunu demem siz. Barxan, oğlunun toyunu qaçan qilamiz? Bir pütüşüp qoygan joylar bordu, ha qaçan, ha? Ha, Xudoyim buyursa bu yil qilaman. Lekin biz bilan qudlashqidek qo'l ilkidi baroq o'rin faqat chiqmayotdi. Qiz yaxshi bo'lsa, otasi yaxshi bo'lmaydi ekan. Otasi yaxshi bo'lsa, qiz yaxshi bo'lmaydi ekan. Şuna qudu bo'g'dak o'rinni faqat tanlab bo'lolmadim. Shundaq. Merdan Canğı optan jigit bo'pti. O'zining mo ko'zliga yeri bordi. Balkim bordi. Bo'lmam teki. Lekin bu kamning yoshlari ota-onaning gapini toza anglamaydi jumu. Yo'q, mening o'g'lim degan sizig'imdan faqat chiqmaydi. Rostmi? Mening bo'lsa. Assalomu alaykum Mardan. Oy, va alaykum assalom. Obdan turib Qaytib kelsan dadash. Ha, qaytib keldim. Yaqindan buyon o'g'limning keyindan paloqlab yurgan qizlar samandek. Ammo ular o'g'limning o'zini emas, pulini ko'zlaydiganlar. Shundaqmi? Rast dediniz, pulni ko'zlaydi. Insof bersinjimi? Xudoyim deganlardek bo'lsin. Rahmat. Kiring, ishga o'chiq. Qani elisila. Assalomu alaykum apa. Voy, o'zing nima bakan? Qani o'tirsizlar. O'tirsizlar. Salomat keldingmi, jinim bolam? Ajabmi kechikib qoldim. Allah, kechikmi ekan? Kechikkanamiz ondan turibdi, sana salom aytdi. Rahmat. Apa, sirt yendiraylan batdi. Kim u? Sening kelining. Ha? Tatılmay kiring ha. Yezdin keldim apa. Qara, mana bu kelining. Allah keldi. Maaşına qaraca.
Oğlum, sen kelin ep geldin mi yoki uy xizmatchisi ep geldin mi? Apa? Oğlum, nima ish qilyapsan? Dada. Maşallahni mıxlit edigen edim. Texchi mıxlamadingmi? Özüm yalğız yetişemedim dada, şonlaşqa. Assalomu alaykum. Oy, va alaykum assalom. Yaxshi turdingizmi? Yaxshi. Lapas sho'p turibdi, yapmabsizlarmi? O'g'lim o'zi yolg'iz yetishemadi. Qani unda qo'l yetishaylik. Yaxshi qoldi. Ko'tiraman. O'g'lim sen kel. Ma'qul. Oyoqqa. Oyoqqa. Otarafga. Mayaqara. Ey, choy akra. Наливайте ханчик чаю вместо крепкого вина. Я вам музыку сыграю, здесь всем нравится она. На востоке, что за небо без луны. Апа, чай исle. На востоке, что за жизнь. Hey. Şehirde ne kızlar tursa, qandaq qilib bu sayralıqqa ko'nglim tushib qoldi balam. Seni o'qitib issiq o'tkazib oldim ya. Voy, apa. Bo'ldi qila. Shaharlik qizlarni maqtavermagin. Ularning boshqa ishini qo'yib turaylik. Ular kech-kunduz restoran qatacha o'ynashidi. Yana tek uni ozdab, erlarining ko'zini g'alat qilishib, oshni o'ynaydi teqi. Shaharlik qizlarning qo'sig'ini osh, ustini yalang'och qo'ymasanglar, Xudoga shukr deb, uydan chiqmay xizmatini qiladi emasmi? O'g'o, shundaq. Bu sayralıqni kelinim deb kaynimga deb yursam, do'st dushmanlarimning oldida men sat emasmi? Voy, apa. Chiroyli yasab qo'y faqa. Shaharlik qizlardan qilishmaydi o'mi? Rast gapimni qilsam, bu sayralıqni kelinim deyishga og'zim bormaydi. Bo'libmi, Yusuf muallimning qizi deb eding, teximi nervamga tegdi. Bo'ldi apa, bo'ldi. Bo'ldi qaynimag'ina. Dikkat chechib nima qilsa? İşini qilib bo'lmadimi? Ish bo'lmaganda uy xizmatkori o'rnida ko'rsamaysan. Hey. Rast gapimni deb qo'yay o'g'lim. To'ychilarni qilib bermayman. Qilsam mayli. Isrofchilik bo'lmaydi. Uning ustiga pulmo tejilib qoladi. Hatta kiyim-kechakmi bermayman. Efendim tek yaxshi. Oddiy soat yuraverdi. O chaqda qo'lim qo'shnilar Baharxon Sahradan bir uy xizmatchisi akatdi deyishdi. Qandaq? Ay, eğil üçün olğan səralik. Nemin taşıdın? Baxtınsa? Keçir ola. Oturadi. Baxtınsa ketgandan beri sabır savdalisi bo'lib qoldi. Qachonli qarsam mushtariya deydi. Yasirib o'tarmi o'tag'i. Hey, bechora boyqush. Sabir baxmichilik bilan bo'lib ketib, turmush ishini faqatla o'ylashmayotdi.
Men demedim emas, bir qancha qatim dedim. Lekin o o'ylanmayman deydi. Asta. Bu bola nima ish unda qiladigan-do? Bir bola deb ko'ziga qarag'an sira, uning tang tushlari o'ylanib, bir ishkidan bolaga qop bo'ldi. Bu bolanize. Shu baxtini sadin mehrini uzanmayotgan bo'lsa kerak. Baxtinisa allaqachon to'yqib ketgan tursa, nima ish qilganda mehrini uzanmagidek? Assalomu alaykum dada. Apa. Kela o'g'lim. Bu yerga bo'ldi. Ma'qul. Qanday yaxshi turdinglarmi? Yaxshi. Choy ichgin. Rahmat apa. Qanday o'g'lim? Baxmichiliging joyidami? Qotan yetib qopib, qiynalib qolmagansan? Yaqay dada, qiynalmadim. Yadab qapsan o'g'lim. Beshingni o'ngshab qo'ysak bo'ladi. Buningdan boshqa deydigan gapinglar yo'qmi? Dada, men Urumchiga berib kelaymikin deyapman. O yerdagi mal oldigan savdogarlar bilan digorlashqach, mallarimni setib kelaymikin deyapman. Mallarim xel ko'payib qoldi. Yaxshi o'ylabsan o'g'lim. O'zingga puxta bo'l. Hargiz bexudlik qilma. Ammo nisiga ish qilma. Ma'qul dada. Cho'qim deganingizdek qilaman. Ey saraliq. Sirtqa biror yigit o'tib qolamikin deb qaravatamsan? Mang, ishingni qil. Kirqatla. Dönlüp ketdi jüvet. Öyning tozlig'ini qil. Ma'qul opa. Bo'la. Oy Allah. Bu saralıqның boyda qalğan oxşamamdı. Endi qandaqmı qılaman? Bu yigitning hech qaysi bormi? Yaxshini yaxshi aytib. İkimiz şahina bahtiyar. Çimen zar, çimen zar. İkimiz şahina bahtiyar. Ara erkiler ayının şunası. Çığır
ara erkiler ayının şumisi Dursa ne arma Sizdek yürek Parisi Dursa ne arma Sizdek yürek Parisi Hey güllerim, güzel güllerim Siz göz karçuğum baharim Hey güzel güllerim Siz göz karçuğum baharim Zarda koşmağız Çığır yolunu Çimen zarda koşmağız Ecep güzel bu dünya Yaşlar bahar fesli Ecep güzel bu dünya Yaşlar bahar fesli Hey güllerim Güzel güllerim Siz göz karçuğum baharim Hey güzel güllerim Siz göz karçuğum baharim Çimen zarda koşmadı Çığır yolumuz Çimen zarda koşmadı Ecep güzel bu dünya Yaşlar bahar fesli Ecep güzel bu dünya Yaşlar bahar fesli Sonu intayin chiroyli o'ynaydi ekansiz. Sizni qilishmaydi ekansiz. Tanishib qolaylik. Ismim Mardan. Mening ismim Zulxumar. Ismingizmi o'zingizga o'xshash chiroyli ekan. Rahmat. Bugun men uchun unutiliqsiz kecha bo'ldi. Aytli unutib qolmasangiz bo'ladi-ku. Yo'q. Unutib qolamdi. Bundan keyin izlashib turaylik. Qanday dedim? Bo'ladi. Albatta bo'ladi. Siz xohlasangizlar. Xohlayman.
ming martaba xohlayman. Sulxumar, siz to'y qilganmi? Yaqay. To'y qilganning nima ahamiyati bo'lsin? Bir oilaga bog'lanib, qo'ldak yashagandan erkin ozod o'tgan yaxshi emasmi? Sizcha to'y qilganmi? Yo'q. Nimani tushuniksiz gap qilasiz? Qilgan bilan qilmaganning oralig'ida. Apam majbur to'y qilib qo'ygan. Uningga qilchilik imkonimi yo'q deng. Hey bichara, baxtsizkansizda. To'g'ri. Naq topdingiz. Biroq men bugun o'z baxtimni topgandek qilaman. Sulxumar. Undaq emasdi. Siz har kuni yangi bir baxt topadigandek qilasiz. Yo'q. Hargiz undaq demang. Men undaqladim emas. Mening rostla sizga ko'nglim tushib qoldi. Sulxumar, qachon ko'rishimiz? Qachon desangiz mayli. Amsi fikirlashaylik, qanday? Qilmang, qaylin. Hozir hukm e'lon qilamiz. Hammamiz o'rnimizdan turaylik. Men qilgan gunohlarimga tavba qildim. Endi pishman qilsam o'rniq kelmagan. Voy qanday qilaman? Hurmatli xonimlar, afandilar. Bugun Mahmud afandi bilan tunji tanishish va chet eldan kelish sharafiga oddiy ziyofat tayyorladik. 600 odamlik jo'z rastlab tikan, shumi yetishmay yana 10 jo'z qo'shdi emasmi? O'g'limning keyindan paloqlab yurgan qizlar samandek. Musofir bo'lmagan kim bor deysiz? Xudoyimning ichi og'irg'ashqa sizdek bir qiz ham paxlandek bir navr berdi. Men endi yolg'iz emas qizi. Muhabbat deyishgan. U muhabbatni taxtib ishiq tizib qo'yg'il bo'lamdi. Menga ayrilmaylik. Menga ayrilmaymiz. Boshqa qizlarga sizni yaxshi ko'raman deb baxmagan. Bu so'zni faqat sizga da'vatman. Sizni bir minut ko'rsam chidayolmayman jinim. Haqiqatan mardkansiz. Men mardon bilan to'y qilaman. Nima? Mardon bilan? To'y qilganning nima ahamiyati bo'lsin? Bir oilaga bog'lanib, qo'ldak yashagandan erkin ozod o'tgan yaxshi emasmi? Yodab qapsan o'g'lim. Beshingni o'ngshab qo'ysak bo'ladi. Shu chog'da heliqi Yusuf Malim degan gadoyga tekkan bo'slar. Nada bundaq chiroyli uy deysizlar, uningga tegmay qo'yma o'rtan Xudoyim bir saqlab tikan. Hozirgi yoshlarda nadimi muhabbat bo'lsin, muhabbat degan pul. Faqat o'sha qo'ng'iroqlik qoldi. Bu qo'ng'iroqni shohil qizim. Bu ish pasnomasiz. Sen mening namasimga tegding. Voy, xo'jayin, nima Ish qisi yo'q. Meni qo'yib xo'jayin. Oho. O'tib ketgan nomasiz ishpas odamkansiz. Sizga deydigan gapim bor, baxtinizga. Sirtqa biror yigit o'tib qolarmikin deb qaravatamsan. Mang, ishingni qil. Axloqsiz men emas, sizlarning o'g'illaring. Shunga men bu uyga kelishga majbur bo'ldim. Nima bo'lishdilar? Atichi bizni ziyofatga taklif qildi. Qo'ydikan-sanda? Qo'ysaqmi, tan qo'yamiz. Ba'zi erlar cho'tixi ayollardan payshanbalik tilishidi. Ey, bu to'xtinu emas. Sarang. Endi to'ydimmi? Mening deganim rost ekan. Endi to'ydimmi? Xo'p bo'ldimi endi? Xo'p bo'ldimi? O'tdayin. Sotqanni qilib ketdi. Ay, meni sotqanni qilib ketdi. Emmini al. Malımı al. Ben de iştim yok.
Ata men bilan chet elga chiqsiz. Qiyinchiligingiz bormi? Yo'q. Xo'jayin, men malni Nereden sen? Qanaqa ahvoling, yaxshimisan? ikkimiz saboqdosh. Shundaqmi, adash? Quruq kepani qo'y. Adash, Sendek ishplasini ko'ra ko'zim yo'q. endi po'kanchilik qilib aranjab qilasam, endi nimamni vermay, jilimni veraymi? Men hozir ko'rdim sizda. Jula! Apara! Ağladыңmı? Yürüksünler nerede kapsın deymin? Seni öz kolum bile öldürüp mal mülkünge erişmeydiğim bolsam.